Savdo bo'layotgan joyda mana. Bolachasi o'zida yeb ketibdi buni. Bormi? Qochgan ekan yana mana. Necha oylik qochgan? 3 oylik. Bo'lsa mana. Savdo bo'ldimi aka? Savdosi bo'lyapti. Nechta savdo bo'lyapti? Bu an nechta savdo qilyapsiz? 10 million. Falon olindimi bu? Necha pul olindi? 25. 25 million olibdi do'stlar. Kechga bo'lsa bo'ladi. 2 dan Bolasi qaysi buni? Urg'och. Urg'och bolachasi bor. 25 million ketdimi? Yo'q, 20. 20 million? 20. 20 million olibdi do'stlar mana. Yosh bola bilmabdi-da narxini. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz chorva muxlislar, bugun biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba Qoraburuq mol bozoriga yetib keldik do'stlar. Do'stlar, bugungi chislamiz 6-may hafta kuniga chorshanba, yilimiz 2026-yil do'stlar. Do'stlar, ona bir seyirlar ko'rsatib boraveramiz do'stlar. Videolarimizni boshlaymiz. Vatandoshlarim, yurtdoshlarim, layklarni bosib qo'yingizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Layklar bosib qo'yingizlar, dumbillatib. Ketdik, videolarimizni boshlaymiz. Ya, assalomu alaykum, zo'rmisiz aka? Charchamasizmi? Qandaysiz? Qaysini sotyapsiz? Shu shvit savdosi. Shvit kim necha pul bo'lyapti? 35 deyapman, 30 ga bermayapmiz. Ha, 35 deb 30 ga bermayapsiz, ha? Bolasi qaysi biri? Maydasi, bolasi. Qizilda ham 30 so'rayapti. Qizilda ham 30 so'rayapti. Mana 30 savdosi bo'lyapti ekan do'stlar, mana shu yerda. Mana bu yerda ham. Mana 30 million so'm savdosi bo'lyapti, bermayapti ekan do'stlar. Mana. Chiroqchi mol bozoridan, Chiroqchi Chorshanba mol bozoridan. Bolasini ko'rsatdi. Suti nechta mana shu ko'kda, shu yerda. 15 litr suti ber ekan do'stlar. Qizini 10 litr suti bor ekan, qizilda. Buni bolachasi Novoschami? Irg'acha. Qizildiki ekan katta ekan. 30 million so'm bor. Mana savdosi bo'lyapti do'stlar. Kecha hafta ham soatlik men aka videoga olib. Shunday. Birdaniga ikkita sir soatda. Zo'r sotdingiz. Barakasini bersin, zo'r. Bu yoq o'zi arzoncha ekan. Arzon, ha, arzon sotdi ekan. Chiroqchi mol bozor ekan. Bu necha pul so'rayapsiz? Bu necha pul so'rayapsiz? 30 million mana qizilga. Menga qarang. Aka bering ey. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. 30 millionga bermayman aka. Mana joyi bu. Mana shu yerda 30 million so'm so'rayapti. Bo'lsa mana. Qochganmi? Qochgan ekan, do'stlar. Va aka, bo'lsa xalqqa bo'lsin bering, arzonchiligingizda. Ozroq kamda aka. Kam deysizmi? Qizilda, qizil. Mana qizil savdosi. Ha, bu qo'shinqani ozroq. Onasi qochgan 12-aprel. Qo'shin. Bardaram o'zi 30 million bo'lsa abiring. Qo'shin bir nima qo'shin beradi. Baraka. Yo'q, bo'yicha 30. Mana. Mana shuni savdosi bo'lyapti. O'sha kuni ham ikkita sirni birdana sotdi aka. Mana aka ko'rsatavering, savdo qilaveringizlar, kelamiz. Keyingi savdo o'tiramiz do'stlar. Bu necha pul ekan, zo'rmisizlar? 50 million so'm so'rayapti ekan do'stlar. Suti nechta suti? 7 litr suti bor ekan do'stlar. Bolacha irg'achimi? Irg'achasi bolachasi. Savdo bo'lyapti. Shuni savdosi bo'lyapti. Necha pul savdo bo'lyapti? Bu necha pul savdo qilyapsiz? 10 million. 10 million? Nimani so'rayapsiz 10 million? Ha? 50 million baho qo'yapti. Necha pul so'ray? Ha, lekin bahoni sal kattaroq aytibdi, to'g'ri. Shuning uchun so'rayapti. Qani Davron aka? 50 million chiroyli chiqadi, 10 million chiroyli chiqadi. Endi sizga 10 million chiroyli chiqadi-da. 50 millionlik mol emas-ku. Kelishtirib bering aka. Kelishtirib aytsa-ka kelishtirib so'rasin. Shunday.
Katta bak qo'yar. Katta bahan katta qo'yibdi lekin Davron aka. Nechmi so'raydi? Salom. Charchamayapsizmi? Yaxshi, aka zo'rmiz. Kelishtirib bering aka. Kelishtiramiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Yoki 50 million katta baho qo'yapsiz. Odamlar ham qishdan nima o'tyapti-da. Ha. Kelishtirib bering. Nech pul bo'lsa berasiz? Bilmasa. Ayting qan. Ya qishdan buni oshadi deb keldim, bular qishdan o'tyapti. Ha. Fakingizni ko'rsatib, Davron aka o'ting, bo'lim qilamiz, mayli. Bu qora sigir nech pul bo'lyapti, polvon? 35. Do'stlar, men buni 35 million so'm deyapti ekan bahosi. Savdosi nech pul bo'lyapti, savdosi? Mana bo'lachasi. Akam aytyapti deb aytinglar siz. Ola uchun 25 million so'm so'rayapti ekan do'stlar. Bitkari bunaqa aytingda. Bo'ldi, shu o'zimni mol sotib. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Qaysi savdo bo'lyapti? Keyingi savdo ko'ramiz do'stlar. Nech pul savdo bo'lyapti bu? Bu nech pul savdo bo'lyapti? 26 million. Mana do'stlar, suti nechta ekan bu? 8-9 litr suti bor ekan do'stlar. Bolachasi navozchami? Mana navozchi ekan bolachasi. Mana suti zo'rmi deyman-a? Yog'li ekan-a? Yog'li sigir ekan mana. Sutlari yog'lida, qaymoqli do'stlar. Mana. Mana bolachasi. Bolachasi yaltirab turibdi-da, mana qarang. Sutga chiqamizmi? Ha, sutini shundan bilsalaringiz bo'ladi, mana qarangizlar. Mana. Nechta to'g'ami bu? 3-4 ta to'g'ani bu. 3-chi bolasi ekan. Nech pulga bermayapti bu? 25 millionga berilmayapti ekan do'stlar. Mana savdosi bo'lyapti. O'sha sigir savdosi bo'lyapti. Ha, do'stlar. Mana shu sigir savdosi bo'lyapti. Keyingi savdo ko'ramiz do'stlar. Palon aka zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz buni? 35. Bolacha shumi? Bolachasi nima endi mayda bo'lib qolgan-a? Suti nechta buni? 12 litr, 13 litr suti bor ekan. Savdo bo'ldimi aka? Nech pul bermadingiz? 29? 29 ga berilmabdi do'stlar. Mana ko'ringizlar qani. Mana bolachasi. Ha, keyingi savdo ko'ramiz. Keyingisini ko'rsatib beramiz do'stlar. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Obuna bo'lmay kuzatayotganlar ko'p bo'lyapti-da do'stlar. Obuna bo'lish tekin-ku. Like'larni bosib qo'yingizlar, obuna bo'lib. Palon aka zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz buni? 55 45 45 savdo bo'ldimi? Savdosi bo'lmabdi ekan do'stlar, mana 45. Sutlari bormi? Bir 20 litr. Qancha bor suti? Suti. 15 litr sutlari bor ekan do'stlar, mana. Bolachasi qancha ekan-a? Savdosi bo'lgani hali? Savdosi bo'lgani. Bu 4-chi bolami? 5-chi bolami? 5-chi bolasi do'stlar, mana ko'ringizlar. Qayerda moli? Ko'ktash. Ko'ktash o'zimizdan ekan. Ko'ktashni moli ekan do'stlar. Savdo realni bo'lgani hali? Yo'q, realni bo'lgan. Mayli, keyingi savdo ko'ramiz. Mayli aka. Sog' bo'ling. Mol ko'p kiribdi do'stlar bugun. Mana chiroyli mollar tushiraverayotgan. Nech pul deyapsiz aka? Aka nech pul deyapsiz? Zo'rmisiz aslida? Nech pul deyapsiz? 65 million so'm so'rayapti ekan do'stlar mana. Bolacha mamishmi? Navozmi? Mana shuncha bolachasi bor ekan do'stlar mana. Sigirni ko'rsatdim. Mana bolachasi. Chiroqchi Molbozor kanali. Mana sigir. Savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. Nech pul so'rayapsiz? Hozir 50 so'rayapti. 50.
60 million baho qo'yapsiz, to'g'rimi? 50 million so'm so'rayapti ekan do'stlar, mana ko'ringiz ham. Ketdik, keyingilar o'tiramiz do'stlar. Bu kalkov nechi pul ekan? Esdan baradimi deyman, ha? 65. 65? 65 million so'm. Bolasi novozchami? Bolasi novozcha ekan. Sutichi bu? Ha? 15 litr suti bergan do'stlar. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? İzleymin. Nima kanal deyapsiz? Chiroqchi mol bozor kanali. Chiroqchi mol bozor kanali. Ishlasa yozim chiqib keladi ular. Zo'rmisiz? Charchamayapsiz? Mana do'stlar. Savdo bo'ldimi bu? Ha? Chiroqchi mol bozor kanali. 55? 55 ga bermayapsizmi? 55 ga berilmayapti ekan do'stlar mana. Ha, biz ona aytdim, erkak ekan, ovozchi. Sutlari 15 ta ekan do'stlar, mana ko'ringizlar ham. Mana. Mana novozchi bolachasi. Bo'g'oz yana. Bo'g'ozmi? Necha oylik? Bir oydan oshdi. Bir oydan oshibdi do'stlar qochganiga mana. Bolacha sementalmi deyman, ha? Semental. Ina esdan, ha? Esdan. Inasi esdan do'stlar mana. Ko'ringizlar. Sutlari 15 ta. Qochgan. Bir oylik bo'g'oz. Bu necha pulga berasiz? Qaraymiz. Ha? Qaraymizda. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik aka. Nomer qo'yib qo'yamizda agar o'qishsangiz, telefon qilasiz. Bu yerda sotilmasa uydan sotib berasiz. Necha pul oxiri realni bo'lsa necha pul berasiz? Kelishamiz. Nomer qo'yib qo'yasizmi? Ha? Sotilsa-da, sotilsin deb. Ya avvalambor soting shu yerda. Yana bormaymi o'zi? Bizi bor. Izi bormi? Qo'yib qo'ying agar nomerni. 95lik. 95lik 770 770 3580. 3580. Do'stlar qiziqsa telefon qilaverasiz. Qayerda moli? Chiyaldi. Chiyaldi moli. Mana o'zimizni Chiyaldi mol, Chiroqchi Chiyal. Men sog' bo'ling. Keyingi savdo o'tiramiz. Assalomu alaykum. Ko'rasiz. Video olyapmiz-da. Bu necha pul deyapsiz? 85 million deyapti. Bolachasi nima? Novozchami? Bolacha novozcha 85 million so'm so'rayapti ekan do'stlar mana. Orqalarini ko'rsataylik ha. Bolachasi o'zida yeb ketibdi-ku buni. Bormi? Qochgan ekan yana mana. Necha oylik qochgan? 3 oylik. Do'stlar mana. Savdo bo'ldimi aka? Savdosi bo'lyapti. Necha pul bo'lyapti? 67 million so'm savdo bo'lyapti ekan do'stlar mana. Ko'ringizlar. Bolachasi o'zida yeb ketibdi nega? Hatto. Zo'r ekan mana. Mana savdosi bo'lyapti do'stlar shu. Qaysi kanal bu? Chiroqchi mol bozor kanali. Ketdimi, sotildimi? Bo'lmadi. Savdosi bo'lyapti do'stlar. 69 million bo'lsa sotilar ekan. Mana egasi aytayapti, mana shunday deb. Ketdik, kengisini ko'rsatib beramiz. Buzoq zo'r ekan lekin. Buni boqib buzoqdan chiqarib olsa bo'lar. Ham qochgan deyapsiz, 3 oylik. To'ydan mana qolasiz. Shunday qolar. Hisob qo'yda qolar. Ketdik, kengisa o'tiramiz do'stlar. Hoji. Do'stlar mana kengisini ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka, charchamayapsizmi? Necha pul deyapsiz buni? 80 million ha? 80 million so'm so'ralyapti do'stlar. Savdosichi? 64 million so'm do'stlar bozor. Sutlar nechta buni? 25? 25 litr sut bergan. Bu bola ikkinchi bolami? Birinchisimi? Birinchi bola ekan mana do'stlar. Bola semental. Nechi bola ekan sigir? Nechi bolasi? Qancha suti bor? 20 ta bormi suti? 20 litr sut bor ekan do'stlar. Keyingi savdo o'tiramiz do'stlar, ketdik.
Aka sizdanmi bu? Buni nechi pul deyapsiz aka? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? 65 million so'm so'rayapti. Bolasi shumi o'xshab turgan? Buni parada sementalmi? Semental. Bu birinchi bolami? Yosh seyir ekanda. Birinchi bolasi bor ekan. Do'stlar, mana ko'ringizlar. Orqalarini ko'rsatamiz. Do'stlar. Sutlarini qaranglar, sutlarini. Sutlarini o'zi chiqyapti. Mana bolachasi. Hali savdo bo'lgani-ku aka? 55 ga bermadingizmi? 55 millionga berilmabdi. Bolachasi erkak. Bu necha kunlik bu? 6 kunlik. 6 kunlik ekan do'stlar bolachasi mana. Semental parada. O'zi molni olasiz keyin. Mana ko'ringizlar. Sutni to'xtatib qo'ying. Ketkingiz o'tiraman. Chiroqchi mol bozor kanali. Ha. Yozsangiz chiqib keladi. Zo'rmisiz necha pul deyapsiz buni? Buni 50 deyapmiz. 40 million so'rayapti bir kam. 40 million. Ha. Bozor 40 million so'rayapti, ha? Ha. Bolasi qani? Bolasi uyda. Ana bizdan ham ikkita keladi. Nima olib kelmadingiz bolasini? Ha, ushlab qo'ymaydi uni. Bolasi bilan sotiladimi, o'zimi? O'zini sotamiz. Ha, Bolasi o'zini. o'zimizga qoldi. Shunday. Ho'kizmi bolasi? Ayi. Bu nima edi paradasi? Mana shu bizdan ikkita keladi bolasi. Angusmi bu? Angus ha. Angus. Bozor 40 million so'rab bermayapsiz, ha? Bir kam 40 deyap qo'ymayapmiz. 40 millionga berilmayapti ekan do'stlar mana. Bu qochganmi yo qochmaganmi? Shu dashta yurtda ho'kizlar ham bor. Izidan chovib yurtdi. Qochgandir, ha? Bu tengi ho'kiz yo'q-da dashta. Ha, to'g'ri. Katta molda. Nomer qo'yasizmi? Nomer, men ayta nomerni, eshitmaydi. Ya. Bilmayman buni. Ya bo'lsa ayting, bo'lmasa shart emas. Mayli. Nomerda ayting nomerda. Chunki po'stanlar. 666 666 60 60-34 do'stlar mana. Qiziq bo'lsa telefon qilaveringizlar do'stlar mana. Keyingisa o'taveramiz. Mayli, sog' bo'lingizlar. Aka shu yerdan ish pul so'rayapsiz? 75. Bolacha nima edi? Urg'ochi. Urg'ochi, ha? 75. Sutlari bormi? 25 million. Yo'q. Sutlari bormi aka? 16 litr suti bor. 16 litr, ha? Qancha suti bor? 16 litr sutlari bor ekan do'stlar, mana ko'ringizlar. Buni savdosi bo'lyapti deyman, ha? Necha pul so'rayapsiz? 55 so'rayapmiz. 55 million so'm realni so'rayapti. 56? Bermayapti. 56 million so'ralyapti realni mana. Yo'q, 57. Sir juda katta sir ekan. 15 suti bo'lyapti. 15-16 litr sutlari bor ekan do'stlar, mana ko'ringizlar qani. Realni savdo bo'layotgan joyda mana. Mana nima ketdi? Bermayapsizmi 57 ga? Ha, 63 million so'rayapti. Aka, Ya bering, narx pulni ko'ring aka. Narxini ko'ring aka, narxini. Mana do'stlar, ko'ringizlar qani. Ketkingiz o'tiramiz. Keyingisini ko'rsataveramiz do'stlar. Keyingilarni ko'rsataveramiz do'stlar. Bu shu paradan necha pul deyapsiz aka? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? 45 deyapmiz aka. Bolargacha 45 million. Necha pul savdo bo'ldi? 35 gacha. 35. 35 million so'm savdo bo'libdi. Berilmadimi 35 ga? Qo'shsa beriladi, ha? Sutlari nechta? 5 litr 10 ta. 5 litrdan 10 litr sutlari bor ekan do'stlar. Mana sutlarni ko'rsataylik orqasidan. Haqiqatan beradi aka. Beradi. Bunda katta sir beradi aka. Mana do'stlar ko'ringizlar aka.
do'stlar ko'ringizlar qani mana. Bolachasi qochganmi aka, qochmaganmi? Qochgan. Necha oylik bo'ldi? 20 kunlik. 20 kunlik qochgan ham do'stlar. Mana. Bu 35 gacha. hamma 4-5 bolasi yo'q. 4-bolasi yo'q. 3mi? Mana do'stlar ko'ringizlar qani 3-bolasi ekan. Bolasi 9 ekan mana. Tart. Beqa tortin. Mana do'stlar. Reali necha pul bo'lsa berasiz? Keyingisini ko'rsataveramiz. Savdosi bo'lmoqda do'stlar. Xo'sh. Bu yoqda manqa, bu yoqda satada qarab. Mayli, necha pul deyapti? Narxi necha pul aka? Ketdik, keyingisini ko'rsataveramiz. Aka bu Estonni necha pul deyapsiz, zo'rmisiz? 40 million? 40 million so'm baho qo'yilyapti ekan. Savdosi bo'ldimi? Bo'lgan o'g'a jazman. Jazman savdo bo'lgan o'g'a. Sutlar nechta? Suti bo'lma, 10 ta bormi? Ziyatmi? 10 litrdan ziyat sutlar bor ekan do'stlar. Mana. Ko'ringizlar qani? Realni savdo bo'layotgan joylarini ko'rmayapman-da do'stlar, savdo bo'layotgan joylarni ko'rsataydim agar. Mana shuni ham bir ko'rsataylik. Ko'rsatamiz aka, zo'rmisiz? Necha pul deyapsiz buni aka? Egasi gapirgisi ham kelmadi do'stlar. Narxini aytmadi ham, gapirgisi ham kelmadi. Xo'sh. Do'stlar katta sigirlar ko'rsatdik hammasini. Hammasini ko'rsatdik. Videomizni shu yerda yakunlaymiz. Videomizni shu yerda yakunlaymiz do'stlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.